Bloger Delimi mashinasiga nima bo'ldi? Bloger Delimi o'z avtomobilini 50 metr balandlikdan tashlab yuborgan. Delimi avtomobili halokati to'g'risida muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Internetni larzaga solgan hodisa Delimi va uning mashinasi. Soat ertalabki 6. Bugun sizlarga ko'p haqiqatlarni gapirib aytib bermoqchiman. Shuni oldindan va'da qilib ayta olamanki, bugungi video maksimal chestniy va emotsional bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar ketdi, qolganini yo'l-yo'lakay gaplashamiz. Hammada bo'ladi, yoshligida orzu qilgan mashinasi, daftariga chizgan bo'ladi yoki kundaligining ustida rasmi bo'ladi. Niyat qiladi, harakat qiladi, katta bo'lsam, albatta mana shu mashinani olaman deydi. To'g'risi bu mashinani olganimda ichishimdan juda ham qattiq xursand bo'lganman. Har safar ko'zim tushganida, har gal ichiga o'tirganimda, har safar gaz bosganimda, Dilshod sen buni uddalading. Orzular ushalar ekan, to'xtab qolish kerak emas ekan degan narsa har doim ichimda yonib turardi. Sizlar tushunmaysizlar-da. Bu jononga mehrim umuman boshqacha. Lekin buni kaprizlari o'sha meni jonimga tegdi. Mayli aka, shu yerga kelib nega tushmay qoldi-da? Qancha muhto oladim, qancha pul? Mana chaqmoq vakuumda bilasizmi, pastur qismida kraska yopishtiradi yoki kraskalari ko'chib ketadi. Endi haqiqatga keladigan bo'lsak, bu mashinani olganimdan beri bir maza qilib haydamadim. Bir kun haydasam 3 kun ustaxonada, yetmaganiga bitta zapchasini olib kelish uchun ham 1,5 oy kutdim. Naq tasavvur qilasizlarmi? 1,5 oy. Porsche ofitsial ustalariga ham bordim. Bormagan ustalarim qolmadi. Hamma joyga kirib chiqdim. Lekin muammo ketiga muammo. Yetmaganiga ustini qip-qizil qilib zamush qo'yganmiz. To'g'ri, O'zbekistonda yagona bo'lish mumkin, lekin bu yagona bo'lgan mashina zamushi bilan O'zbekiston sharoitlariga chidab bera olmayapti. Balki men yomon haydagandirman. Xullas men aniq bitta qarorga keldim. Porsche bilan oramizdagi muhabbatga nuqta qo'yaman. Nima gap? Peshaning nastroyeniyasi yo'q. Tinchlikmi? Tinchmisanlar? O'shdan turib gaplashaylik dedim. Men bugun bolalarni qanaqa video bo'lishini aytmasdan chaqirdim. Bugungi videoda ularni nerealniy emotsiyalar kutadi. Nodir aka. Ahvol. Vallah. Jahon. Tinchmisan? Xush kelibsizlar. Rahmat, xush ko'rdim. Sizlarga nima bo'lishini aytmasdan chaqirdim. Qizig'i ham shundi, menimcha. Yo bilasizlarmi nima bo'lishi? Sotib olsan, ele mashinani, ele nimadir bo'lgan mashinasiga. Bilmadim. Men tushunmayapman. Mana stroykalar, kirallar nima unaqa. Yetadigan joyga yetib keldi bu o'ylamman. Instagramda meni yaqindan kuzatadigan obunachilar yaxshi bilishadi. Porsche'dagi kaprizlarini ko'rsatishni boshlagandan keyin u bilan har xil eksperimentlar qilishni boshladi. Men mashinani 30 ta obunachim bilan tortib ko'rdim. Ustidan ot sakratdim. Hatto yoqib ham ko'rdim. Lekin bu eksperimentda bugungi bo'ladigan hodisani oldida hech narsa emas. Mashina keladigan joyga kelib bo'ldi-da. Mana shu nuqtada Kiradigan joyga kirib bo'ldim. Ha, kiradigan joyga kirib bo'ldi. Hozir mana shu nuqtada endi osmonlik uchadi-da. Ko'raman. Qara, menda zo'r taklif bor shu yerda. Bitta kelib qoldi hozir. 50 ming beraman, 50 ming dollar. Qo'y shu menga o'tsa. O pulga Men siz barterman bu. yo pulga sakraydigan bolaga o'xshayapsiz. Yo sakraysiz, просто yo'q qilib 55 ming menga o'tsin. Ya, aslan o'sha ma'nochilik qilib, buni bermaydigan pulini menga qarochi gapirib o'tdi-da. Lekin men Gapiradigan bola, yo gapiradigan bola pulni qo'yib qo'yadi, keyin gapiradi deb o'ylayman. Men bilmadiku, siz aytmadingiz, men yo'q qilaman mashinani deb. Yo, men hali sizlarga yo'q qilaman demadim-ku. Osmonlarga uchiramiz biz. Osmonga uchadi, uchgandan keyin qanot sinadi bo'ldi. Yuringlar, mashina oldiga o'tinglar, men hozir aytaman ketma-ketligini. Ha, o'zi ahvol og'irlashib qopti mashinani. Endi bizani sharoitga вообще chidolmadi-da, buni zamishi, changligi. Xullas, bolalar maqsad qutulish ham deb bo'lmaydi. O'zbekistonda bo'lmagan ish qilmoqchiman. Lekin men ishonaman. Shou bo'ladi, nima bo'ladi? Shou. Kimdir uchun qayg'uli, kimdir uchun kulguli. Portlatamizmi? Qarochi nuqta qo'yamiz bo'ldi. Menga faqat
shu ani detallarda yordam berib tursanglar bo'ldi. Ani ip olinglar, yuringlar, bitta ip olinglar. Biz ham sauchastik bo'lib qolmaymizmi? O'shanga qo'rqyapman-da, aka. O'zi bo'larimiz bo'lgandi yaqinda. Men bilan ham oling, Nodir aka, yordamlashib oling aka. Men sizlarni sherik qilib olganman. Mana shu ishga ertaga kim bilan qilding desa, mana shu bolalar deb ko'rsatib bermoqchiman. Unaqa men qilmayman. O'zi yaqinda. O'zi mana bunaqa qila olmayman bo'lsa. Nodir aka, qo'ying, hozir boshdan beraveraman deyapti-siz endi. Qo'ysamizmi men bunga? Ha? Keyinchi tashlab olasan. Hozir ko'rasan nima bo'lishini. O'shani hammamiz ko'rib. Shok xabar. Dilim mashinasidan ayrilib aytib qo'ysam qiziq qolmaydi-yu, jinni. Buni bo'lamiz. Diskaz ko'tarmaydi-yu uni. Qanida, bratim qanida bog'lab beradigan akam? Taqamiz, keling, o'zingiz yordam bermasangiz, men bolalar lanchlashyapti. Biz vay olib yurgan bolalar bo'lsa, chet yurgan bolalar bo'lsa, ichiga bizani chiqazib qimillatadi. Mana qimillatadi. Bo'lsa, vzrif bo'lsin deyman, tushunsan? Men shu paytgacha nimadir qilgan bo'lsam, cho'chimaganman. Faqat ota-onamdan cho'chiyman yoshligimdan beri. Bo'ldi, Xudodan cho'chiymiz. Nima qilasiz boshqa narsadan cho'chib? Bo'ladigan ish bo'laveradi. Bizani hozir olib o'tirib ichkariga soladi, hammamiz o'tiramizda, bu tepaga ko'taradi-da bizani. O'yin qiladi, короче, silkatadi, nimadirlar qiladi. Bizga shartlar beradi. Mashina tegmay his qolmaydi, lekin 100% mashina tashlamaydi. Legendarniy McQueenning taqdiri nima kutib turganini bolalar xayoliga ham keltirish olmayapti. Ko'zim yetmayapti tashlab yuborishingga. Chunki bunga qancha mehr berildi, qancha odam tanidi, chaqmoq McQueen desa, ana multfilm izlanishib ketdi, Drini mashinasi turibdi-da hozir. Bu multfilmni izlamayapti hech kim. Men bitta narsani bilib yetdim, eshitlaring, mana bitta narsani bilib yetdim. Zo'r mashinalar haydadik. Zo'r joylarda, keyin zo'r joylarda o'tirdi. Короче, temirga, pulga mehr qo'yish kerak emas ekan. Men yo aqlli gaplar gapirib, sitatali, skeletli gaplar gapiryapti deb o'ylaysan. Xo'p, tashladik deylik. Sen keyin nima oddiy mashina yurasanmi yo zo'r mashina olasanmi? Men faqat aynan bizni uchalamiz. Nimadir bor-da, jonaga shu